Xamir qormasdan, yoymasdan shunaqa trenddagi pitssalardan tayyorlaymiz. Tayyorlanishi juda ham oson va to'yimli bo'ladi. Tayyorlash uchun to'ralgan tovuq go'shti ustiga tuz, murch, ziravorlar hamda tomat pastasi va mayonez solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qo'zinchamizga ozgina yog' solib, tillarang qilib qovurib olamiz. Dimlash umuman shart emas, qolgani duxovkada pitssa bilan birga pishib ketadi. Endi lavash xamirini olib bir tomonini kesib olamiz va masalliqlarni joylashtirib olamiz. Xuddi videodagi qilib o'rab, listimizga terib olamiz. Ayni saharlik va iftorlik payti shoshib turgan paytda juda ham tez tayyor bo'ladigan to'yimli taom bo'ladi. Xamirlari qirsillab chiqishidan yemayman degan odam ham yeb qo'yadigan taom bo'ladi o'zi ham. Ustilarini xohishga qarab bezatib, o'rta olovda sirlari ergunigacha pishirib olamiz. Shu orada kartinkaga ilovasi orqali buyurtma qilgan narsalarim ham kelgan edi. Ilova juda ham qulay bo'lib, ko'chaga chiqmasdan narsalaringizni olib keltirib olsangiz bo'ladi. Aytgancha qizlar hozir ilova orqali 8-mart uchun yaqinlaringizga sovg'a olsangiz ham bo'ladi. Gullardan tortib shirinliklargacha va yana birinchi uchta buyurtmangiz uchun umumiy 90 ming so'mlik skidka hamda bepul dastavkaga ega bo'lishingiz mumkin. Tayyorlagan pitssa ko'rinishidagi lavashlarim sizga yoqqan bo'lsa, bittagina like bosib ketsangiz xursand bo'lardim.